Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun Abdurahmon xonadoniga keldik, o'zidan xabar oldik. Abdurahmonga yig'ilingan общий summa 16,612,000 so'm tashkil qilyapti. Abdurahmonni o'ziga ham ko'rsatib qo'ydik, qanaqa ko'rib turishni. O'zi ham ko'rib kuzatib turadi. Hamma ehsonchilarimizdan, bizani obunachilarimizdan, blogerlar mana yordam berib tarqatishyapti postimizni. Tezroq Abdurahmonni operatsiyasini o'tkazib, tezroq oyoqqa turg'izib olishga yordam bersak. Общий summa 53,388,000 so'm tashkil qilyapti. Qolgan ostatkasi, xudo xohlasa buni ham yig'ib, общий operatsiyasini o'tkazib yuborish nasib qilsin. O'zini otalari bilan ham gaplashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Mana bugungacha yig'ilgan ihsonimiz 16 million bo'ldi. Yana bir 53 million qoldi. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Hamisha ishinglarning rivojini berib, omadinglarni bersin. Farzandimni shu oyoqqa turg'azish uchun sizlardan moddiy yordam so'rayman. Iltimos. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Baraka topinglar. Blogerlarga ham rahmat, mana aktiv blogerlarimizga ham rahmat. Shunchalik mana mani kelib turib, bolamni hisobga olib turib qilishdi. Sizlardan Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Ishlaringizga rivoj.